Balki biron joyga aylanib kelarmiz. Akamni siqilayotganini ko'rib, chalg'itmoqchi bo'ldim. Qayerga? Muzqaymoq yegani. Ancha bo'ldi. Muzqaymoq obermaganingizga. Erkalanib ginali qarab qo'ydim. Akam men tomonga qarab jilmaydi. Avvalgidek qo'li bilan sochimni to'zg'itdi. Yaxshi ko'zmunchog'im. Faqat oldindan kelishamiz. Faqat bir dona olib beraman. Ziqna bo'lmang. Bu ziqnalik emas. Tomog'ing yaxshi emas. Buni yaxshi bilasan. Uf, ha mayli, bitta bo'lsa bittada. Akam bilan birga yaxshi kayfiyatda tashqariga chiqdik. Sobir yangi kafe ochilgandi deyotgandi. So'rab ko'ray, qayerda ekan? Akam qo'liga telefonni olib yoqdi. Ketma-ket xabarlar keldi. Xabarni ochib ko'rdi shekilli, yuzdan kulgu yo'qoldi. Rulni ushlagan qo'llari musht tugildi. Tezlikni oshirdi. Nimadir bo'ldimi? Bilmadim. Lekin qo'rqamanki bo'lgan. Ortiq gaplashmadik. Bir zumda akam avval yashagan uyga keldik. Qo'riqchilar eshikni ochishi bilan ichkariga qarab yugurdi. Ko'zim ichkarida turgan Nozim akamning mashinasiga tushdi. Yugurgancha ichkariga kirdim. Diyora! Akam bor ovozi bilan bir necha marta baqirdi. Ko'zim ikkinchi qavatdan qizil ko'ylakli Diyorani ko'tarib tushayotgan Nozim akamga tushdi. Ikkimiz ham Nozim akamning yoniga bordik. Diyora! Zaif ovozda akam uxlayotgandek yotgan Diyorani chaqirdi. Avval ko'zim ustidagi chiroyli libosga, keyin esa ko'zlarida qotib qolgan bir tomchi yoshga tushdi. Bilagida esa qon. Diyora o'z joniga qasd qilgan. Diyora? Zo'rg'a tilim kalimaga keldi. Niyatlaringga yetdingmi? Nozim akam ikkimizni jirkanibroq nafrat bilan qaradi. Diyora? Ruslan akam Diyoraga yaqinlashmoqchi bo'ldi, lekin Nozim akam o'zini ortga oldi. Unga qo'lingni uchini ham tekkizma. Sen unga loyiq emassan. Endi esa yo'ldan qoch. Uni kasalxonaga olib borishim kerak. Nozim akam Ruslan akamni aylanib o'tib chiqib ketdi. Diyoradan har narsani kutish mumkin. Qotillik, qochib ketish navbatdagi hiyla. Yoki oxiri yo'q yolg'onlarni. Lekin buni emas. Uni o'z joniga qasd qila olishi hatto xayolimga ham kelmagan. Men uchun Diyora o'ta kuchli iroda va sabr bardoshga ega raqib bo'lgan. U hamisha o'zini sevgan. Xo'sh, shunday ayol o'z joniga qasd qila olishi mumkinmi? Yo'q, mumkin emas. U o'zini sevgan. Uni maqsadi bizni yo'q qilish bo'lgan. Diyora esa o'z maqsadi yo'lida hech narsadan voz kechmaydigan ayol. Lekin qanday qilib bu darajaga bordi? Uni tog'dek sabri, shaytonga ham dars bera oladigan aqli qayerda qoldi? Nahot men sabab u shu darajaga borgan bo'lsa? Nahot men uni butunlay sindira olgan bo'lsam? Ha, men uni sindirdim. Butunlay yo'q qildim. Unda nega xafaman? Nega kasalxona kutish zalida uni tirik qolishini istab iltijo qilyapman? Nega? Mening maqsadim shu emasmidi? Uni o'ldirish edi-ku niyatim. O'ldirganda ham azob berib o'ldirish. Kutganimdek o'lim oldi azoblandi. Shu sabab ham bu ishga qo'l urdi. Men niyatimga yetdim-ku, nega xafaman? Nega vijdonim qiynalyapti? Nahotki men ham u kabi dushmanlarimni o'limiga sovuqqon bo'lolmasam? Nahot butun umr hozirgi azob bilan yashasam? La'nati Diyora. U yana g'olib. Men esa yana mag'lub. Chunki u hammasidan oson qutuladi. Doimgidek suvdan quruq chiqdi. Men esa doimgidek akalarim ko'zida aybdor bo'lib qoldim. Doktor, uni ahvoli qanday? Ichkaridan chiqqan doktorga akam peshvoz chiqdi. Og'ir. Ko'p qon yo'qotgan. Hamma narsaga tayyor turinglar. Iltimos, uni saqlab qoling. Nima qilish kerak bo'lsa qilaman.
Akam doktorga iltijoli qaradi. Qo'limizdan kelganini qilamiz. Bu yog'i Xudodan. Shu onda Nozim akamni istehzoli kulgusi yangradi. Diyora senga endi kerak bo'lib qoldimi? Nozim, iltimos bas qil, hozir emas. Qamalishdan qo'rqqaning uchun yaxshi er rolini o'ynayapsanmi? Ruslan akam tezlik bilan borib, Nozim akamni yoqasidan ushladi. Bas qil deyapman. Chini tishiga bosib shivirladi. U seni 2 kun davomida izladi, tushunyapsanmi? 2 kun. Sen esa o'sha 2 kun mana bu fohishani quchog'ida o'tqazding. Endi esa osmondan tushgandek bo'lib, yaxshi er rolini o'ynayapsanmi? Senda vijdon bormi? Erkakmisan o'zi? Akam chiday olmadi. Nozim akamni yuziga musht tushirdi. Nozim akam esa javob qaytardi. Tezda ularni ajratib o'rtaga kirdim. Iltimos, bas qilinglar. Bizlar kasalxonadamiz. Sen bilan keyin gaplashaman. Nozim akam bu gapni qay birimizga aytganini tushunmadim. Faqat Ruslan akamni bilagidan ushlagancha nariroqdagi bo'sh o'tirg'ichga o'tirdim. Bemorning turmush o'rtog'i sizmisiz? Doktor akamga murojaat qildi. Ha, men. Bemor ko'p qon yo'qotgan. Bolani ko'tara olmaydi. Bola? Ha, bola. Xotiningiz homilador, bilmasmidingiz? Yo'q. Abortga ruxsatnoma yozib berishingiz kerak. U hozir nimjon. Homiladorlikni ko'tara olmaydi. Akam boshini changallab o'tirdi-yu, keyin qizargan ko'zlari bilan doktorga qaradi. Nima kerak bo'lsa qilaman. Faqat uni saqlab qoling. Doktor yo'l boshladi. Akam unga ergashdi. Men esa vijdon azobi bilan yolg'iz qoldim. Diyora homilador bo'lgan. Shu sabab akamni izlagan, men ahmoq esa unga achchiq gaplarni aytganman. Uni men kabi ayol ekanini unutganman. Uni ham sabrini toshdan deb o'ylaganman. Ey Xudo, iltimos uni asrab qol. Niyatingga yetdingmi? Nozim akam menga nafratli nigohini qaratdi. Men xohlamagandim. Ko'zlarimni to'ldirib turgan yosh yuzim uzra yerga dumaladi. Nimani xohlaganding? Oilali erkak bilan baxtli bo'lishnimi? Yoki Diyoradan qutulishnimi? Qoyil senga tan berish kerak. Nihoyat niyatingga yetding. Diyora endi yo'q. Diyorani o'ldirding. Sen qotilsan. Shunga o'xshash achchiq gaplar. Javob qaytarmadim. Ko'z yosh to'kkancha barini eshitdim. Akam haq. Asl qotil menman. Men sabab Diyora o'z joniga qasd qildi. Men sabab akamni hali tug'ilmagan farzandi dunyo yuzini ko'rmadi. Hammasiga men aybdorman. Qani edi Diyorani o'rnida men bo'lib qolsam? Qani edi men jon bersam u tirik qolsa? Ertasiga ertalab Diyora o'ziga keldi. Ahvoli tezda o'nglandi. Lekin Diyora akamni ko'rishni xohlamadi. Akam ham majburlamadi. Mas'uliyatni Nozim akam bo'yniga oldi. Diyoraga Nozim akamni o'zi qaray boshladi. Biz esa jangda yutqizgan insonlardek ortimizga qaytdik. Akam meni uyga tashlab o'zi qayergadir ketdi. Men esa opamni yonida qoldim. Shu bilan akamni bir necha kun ko'rmadim. Yo'q, meni o'zim ham kun bilan tunni farqiga bormay qoldim. Xonamga qamalgancha vijdon azobida yig'ladim xolos. Qani edi Diyora o'sha mash'um kun kelib meni o'ldirgan edi. Yoki o'z va'dasiga sodiq qolgan holatda itlarga o'lja qilganda. Hech bo'lmasa qochib ketish kerak edi. Balki shunda vijdonim hozirgidek og'rimagan bo'lardi. Men yengildim. G'ururim ham, sabr bardoshim ham sindi. Yana Diyora g'olib. U meni yanchib tashladi. Butunlay. Singlim. Opam yalingan ohangda menga iltijoli qaradi. Iltimos, bir qo'shiqgina ovqatdan ye.
Sen uchun sen yoqtirgan ovqatingni qildim axir. Opa, qornim to'q. Yostig'imni quchgancha bir nuqtaga tikildim. Bu turishda yo'q bo'lib ketasan. Axir 3 kun bo'ldi, tuz ham totganing yo'q. Kuning ko'z yosh to'kish bilan o'tyapti. Haqiqiy ko'z yosh to'kishi kerak bo'lgan inson esa soppa-sog' yuribdi. O'zimni kechira olmayapman, opa. Men sabab hali tug'ilmagan go'dak nobud bo'ldi. Bunda seni aybing yo'q. O'zini qilgan qilmishlari o'zini boshiga urdi. Yo'q, opa, men aybdorman. Men ahmoqligim sabab hali tug'ilmagan go'dak o'ldi. Qo'ysangchi singlim. Buni sen emas, u o'ylashi kerak. U sabab qanchadan qancha odam o'lgan. Buni faqat Xudo biladi. Hozir u hatto zig'ircha ham bolaga achinmayotgan bo'lsa kerak. Asl muammo shunda, opa. Men u emasman. Men uchun inson hayoti o'yinchoq emas. Aynan shu sabab vijdonim og'riyapti. O'zimni kechira olmayapman. U yoqda esa akam qiynalyapti. Opa, osonmas. Ketma-ket hali tug'ilmagan farzandini yo'qotish. Men aybdorman bariga. Men yana yig'lab yubordim. Opam mehri bilan meni bag'riga bosdi. Nimaiki bo'lsa taqdirdan. Buni o'zgartirish sen bilan meni qo'limizdan kelmaydi. Hozir senga bera oladigan yagona maslahatim, o'zingni qo'lga ol. Sen akangga keraksan judayam. O'zing aytganingdek, unga hozir judayam og'ir. Singillar esa akalarini yonida og'ir paytda birga bo'lish kerak. Opam haq. Men o'zimni qo'lga olishim kerak. Akam uchun. Qiynalishga, yig'lashga, o'zimni jazolashga hali ko'p vaqtim bo'ladi. Hozir esa akamni topishim va unga suyanch bo'lishim kerak. Kun davomida qidirib akamni nihoyat o'z uyidan topdim. Shu kunlar davomida tinimsiz ravishda ichgan akamni hayotga qaytarishga kirishdim. Tinimsiz maslahatlar va tinimsiz aqlli gaplar nihoyat o'z natijasini berdi. Akam o'ziga keldi. Hatto Diyora bilan gaplashishga o'ziga kuch topdi. Birga kasalxonaga bordik. Nozim akam bizni kiritmadi. Bizni ko'rishi bilan dushmanlarni ko'rgandek o'zini tutdi. Qaysi bet bilan keldinglar? Uyat bormi senlarda? Nozim, sen bilishing kerak bo'lgan narsalar bor. Gaplashib olishimiz kerak. Nihoyat akam Nozim akamga haqiqatni aytishga qaror qildi. Men esa jiddiy mavzuda gaplashmoqchi bo'lgan akalarimni oldida o'zimni noqulay sezdim. To'g'rirog'i, men Sakina ekanimni bilganida Nozim akamning ahvolini ko'rishdan qo'rqdim. Akamdan mashinani kalitini oldim u tashqariga chiqdim. Mashinaga o'tirishim bilan boshimga tegib turgan nimanidir his qildim. Old oynadan ortimdan boshimga to'pponcha tiragancha turgan Diyorani ko'rdim. Men senga seni o'ldiraman deb va'da bergandim, esingdami? O'limga hukmi o'qilgan mahbusdek ko'zlarimni yumdim. Nafas ol azizam, nafas ol. Seni shunchaki o'ldirib yuborish niyatim yo'q. Ko'zlarimni ochdim-u, chuqur nafas oldim. Hayda, buyurdi. Nima qilmoqchisan? Hayda dedim. Noiloj mashinani yurgizdim. U aytgan yo'nalishda akamning uyiga keldik. Qoyil qolish kerak. Qo'riqchilarning bari Diyoraga sodiq. Mashinadan tushishimiz bilan hamma Diyorani hurmat bilan kutib oldi. Hatto to'pponcha bilan meni nishonga olayotganini ko'rayotgan bo'lishsa ham. Birin-ketin uyga kirdik. Bobur, ichishga biron narsa ber. Iloji bo'lsa o'tkirrog'idan. Gavdali ko'rinishdan normal erkakka o'xshaydigan qora barzanga sadoqatli itdek Diyorani aytganini bajardi. Diyora qo'liga berilgan stakandagi ichimlikni gazaksiz tugatdi. Keyin yana barzangiga uzatdi. Shunday qilib, shuncha kundan beri Ruslan bilan birgaman degan. O'rnidan turib to'pponcha bilan men tomonga qadam tashladi. Bunday xavfli holatda jim bo'lishim, Diyorani haqoratlariga chidashim kerak.
lekin g'ururim bo'ysunishimga yo'l qo'ymadi. Rashk qilyapsanmi? O'zim xohlamagan holatda jig'iga tegdim. Yuzimga yaxshigina tarsaki tushdi. O'rnimdan turib javob qaytarmoqchi bo'ldim, lekin barzangi ushlab qoldi. Ikki qo'limni ortga qayirgancha mahkam ushladi. Diyora esa alamidan chiqquncha kaltakladi. Kasalxonadan yangi chiqqani sababmi yoki quvvatsizligi sabab tez charchadi. Ammo charchog'ini bildirmaslik uchun boshini mag'rur tutib qarshimdagi divanga o'tirdi. Nafasini rostlab oldi. Suratga ol. Barzangiga buyurdi. Meni ushlab turgan barzangi meni qo'yib yubordi-yu, yonidan qo'l telefonini chiqarib suratga olmoqchi bo'ldi. Tezda yuzimni qo'llarim bilan to'sib oldim. Shu onda navbatdagi zarbani qabul qildim. Qornimdagi og'riqqa chiday olmay, qo'limni qornimga qo'ydim. Barzangi bundan foydalanib, sochimdan changallab, yuzimni suratga oldi. Diyora esa navbatdagi qadahni ushlagancha mamnuniyat bilan meni tomosha qilardi. Yigitlarga ayt, Ruslan bilan Nozimni yerni tagidan bo'lsa ham topib kelsin. Xavfsizlikka ehtiyot bo'linglar. Hech kim xitlamasin. Qarshilik qilishsa-chi? So'radi barzangi. Suratni ko'rsatsalaring yetadi. O'zlari o'z xohishi bilan keladi. Barzangi chiqib ketdi. Paytdan foydalanmoqchi bo'lib o'rnimdan turdim, lekin tanamdagi og'riqlar yugurishimga yo'l qo'ymadi. O'rningda bo'lsam, tavakkal qilmasdim. Ortimdan Diyorani ovozi yangradi. Nafratli nigohlar bilan u tomonga o'girildim. To'pponchani ilk bor ko'rayotgandek nozik barmoqlari bilan avaylab ushlar, boshqa bo'sh qo'li bilan esa qadahdagi choyga o'xshash rangdagi ichimlikni ushlab turardi. Uni gapida jon bor. Tavakkal qilish noo'rin. Hovli qo'riqchilarga to'la. Buncha odamga bas kelishim uchun menga qurol kerak. Diyorani ko'p qon yo'qotganini va biroz holsizligini hisobga oladigan bo'lsam, bu men uchun qulay fursat. Faqat biroz payt poylashim kerak. Og'ir qadamlar bilan divanning yoniga keldim. Diyorani qarshisiga hech narsa bo'lmagandek o'tirdim. Gulasal yoki Dinara? Diyora jilmaydi. Yaqin orada bu ism bilan bog'liq hech bir inson, hech qanday hujjatlarda qayd etilmagan. Bunaqa ko'rinishni esa aytmasa ham bo'ladi. Hammasi avvaldan puxta rejalashtirilgan. Faqat kichik xatoga yo'l qo'yilgan. Bolalar uyida tarbiyalanganini aytayotgan qizning surati chet el nashriyotlarida shov-shuvga sabab bo'lgan. Meni mimikalarimni bir zum jim bo'lib kuzatdi, keyin esa davom etdi. Ommaviy axborot oqimini to'xtatishning iloji yo'q. Ayniqsa bu yangi kashfiyot ilk teri ko'chirib o'tkazish operatsiyasi bilan bog'liq bo'lsa, shunaqami? Hech qayerda xato qilmadimmi? Jilmaygancha so'radi. Javob bermadim. Faqat nafrat bilan qarab qo'ydim xolos. U esa davom etdi. Tasodifni qarayki, seni ustingda ishlagan odamlar orasida o'g'iloyni eri ham bor ekan. Endi tushungandekman. U o'g'iloy opam bilan aloqamizni qanday fahmlaganiga. Sen meni ertaga aytib berish uchun chaqirdingmi? Ensamni qotirib qaradim. Bu yerda savolni men beraman. To'pponchani yana men tomonga qo'rqitmoqchi bo'lgandek to'g'irladi. Men sendan qo'rqmayman. Ko'zlariga qo'rqmasligimni isbotlash uchun qaradim. Shu onda xonaga boyagi barzangi kirib keldi. Negadir Diyora uni ko'rishi bilan o'zini bosdi. Ayyorona jilmayib joyiga o'tirdi. Eshitishimcha, oxirgi kunlarni Ruslan mana shu uyda o'tkazgan ekan, to'g'rimi? Javob berishimni kutdi, lekin javob ololmadi. O'zini tushkunlikka tushirmay davom etdi. Oxirgi paytlar yolg'iz qiynalgan bo'lsang kerak. Yo'q. Menga bunday qarama. Men seni tushunaman. Axir men ham ayolman. Iltimos, ensangni qotirma, men senga yordam bermoqchiman. Barzangiga ishora qilishi bilan barzangi yonimda paydo bo'ldi.
Nima bo'layotganini tushunishimga ulgurmasimdan ustimdagi ko'ylak yirtilganini his qildim. Tezda o'zimni chetga oldim. Yo'q, faqat bu emas. Ammo gapimga Barzanga quloq solmadi. Qo'pol yelkamdan ushladi. "Ey, yig'layapsanmi? Qo'ysangchi, biz senga yordam bermoqchimiz. Faqat bu yo'l bilan emas." "Nega?" "Bobur yaxshi yigit. Undan ko'ra meni o'ldir, iltimos." "Xo'p, Bobur senga tegmaydi. Evaziga esa sen meni savollarimga javob berasan." Tasdiq ma'nosida bosh silkidim. Barzanga meni qo'yib yubordi. Tezda divanga o'tirib, tanamni ochiq qolgan joylarini qo'lim bilan yopdim. "Adashmasam, sen O'g'iloyga ishlamaysan. Uni bunaqa o'yinlarga imkoniyati yetmaydi. O'g'iloy bu o'yinda shunchaki piyoda xolos." "Sen kimga ishlaysan?" "Hech kimga. O'zim ham taxmin qilgandim. Endi keyingi savol. Qaysi maqsadda bu yerga kelding?" "Seni yo'q qilish uchun." "Meni?" "Ha, seni." "Yaxshi. Oxirgi savol. Sen kimsan?" Javob bermadim. Barzangi yana qarshimda paydo bo'ldi. Rejalarim yoki maqsadlarim, shulardan qay biri nomusimni toptalishga arziydi? Menimcha hech biri. Bu dunyodagi hech bir narsa arzimasa ham kerak. "Sakina!" bor ovozim bilan Barzangini qulog'ida turib baqirdim. Menga orqamacha bo'lib qadahni to'ldirayotgan Diyora joyida to'xtadi. Dahshat ichra men tomonga o'girildi. "Uni qo'yib yubor." Qo'rqishiga o'shqirdi. Barzangi meni qo'yib yuborib chetga o'tdi. "Gapingni qaytarchi. Men Sakinaman." Diyorani qo'lidagi qadah tushib ketdi. Tezda men tomonga keldi. "Sakina?" Qanday qilib? Diyora haqiqiy aktrisa. Qachon qanaqa rolga kirishni yaxshi biladi. Lekin hozir nega boshqa rolga kirdi? Nega yana avvalgi ma'sum va ma'yus Diyora rolini o'ynayapti? Nima keragi bor maynavozchilikni? Diyora rolga kirishib ketganidan foydalanib, qo'lidagi to'pponchani tezlik bilan olib qo'ydim. Keyin o'zini peshonasini mo'ljalga oldim. "Qimirlama." Joydan bir qadam men tomonga tashlagan qo'riqchiga o'shqirdim. "Yo'qsa u o'ladi." Qo'riqchi aytganimni qiladi. "Ha, Diyora, men tirikman. Seni yo'q qilish uchun do'zaxning eshigidan qaytib keldim."